Assalomu alaykum. Bu darsimizda to be haqida to'liq gaplashamiz. Agar bundan oldingi darsimizni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi u darsimizda to be ga kirish bo'lganda, demak boshladik. To be deganda o'zi xayolimizga to be ni 3 ta shakli kelishi kerak, ya'ni am, is va are. Bu so'zlar bizga nimaga kerak? Bu so'zlar bizga gap tuzishimizda yordam beradi. Vazifasi shu. Endi kelaylik ko'rib chiqamiz qanaqa qilib ingliz tilida gap tuzsa bo'ladi. Demak, ingliz tilida har doim gap tuzayotganingizda, ya'ni oddiy darak gap tuzayotganingizda birinchi bizga subject kerak bo'ladi. Subject bu gapimizning egasi. Ya'ni gapimiz kim haqida bo'lsa yoki nima haqida bo'lsa, o'sha narsa yoki o'sha odam gapimiz subject hisoblanadi. Endi undan keyin bizga to be ning shakllaridan bittasi, ya'ni am, is, are dan bittasi kerak bo'ladi va gapimning oxirida bizga object kerak bo'ladi. Object bu to'ldiruvchi. Ya'ni gapimizning ma'nosini to'ldirib beradigan so'z. Endi subject o'rnida qanaqa so'zlardan foydalansa bo'ladi? Subject o'rnida biz birinchi darsda o'rgangan subject pronounlardan foydalansak bo'ladi. Ya'ni I, you, we, they, he, she, it so'zlaridan yoki odamlarning ismi, narsalarning nomidan ham subject qilib foydalansak bo'ladi. Misol uchun books yoki Anvar va Sobir yoki Sobirning o'zi. Farqi yo'q. Demak, endi subjectdan keyin bizga ko'rib chiqqanimizdek am, is, are kerak. Am, is, are ni subjectimizga qarab tanlay olamiz. Agar subject is I bo'ladigan bo'lsa, ya'ni men bo'ladigan bo'lsa, to be dan har doim am ishlatamiz. Gapni to'ldirib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun I am a teacher. Men o'qituvchiman. Endi subject is you, we, they dan bittasi yoki ko'plikdagi qanaqadir so'z bo'ladigan bo'lsa, bizga to be dan are kerak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, Sobir va Anvar, Sobir and Anvar are my friends. Ular meni do'stlarim. Subject is he, she, it bo'ladigan bo'lsa yoki bitta odamning ismi yoki narsaning nomi bo'ladigan bo'lsa, to be dan bizga is shakli kerak bo'ladi. Misol uchun Sobir is 15. Ya'ni Sobir 15 yoshda. Endi videoni pauza qiling-da, menga o'xshab siz ham gap tuzishga harakat ko'ring. Inglizlar har doim I am a teacher deb o'tirmaydi-da, odatda qisqartirib gapirishga o'rganadi, sababi tez gapirishga yordam beradi. Misol uchun I am ni I am deb qisqartirsangiz bo'ladi, ya'ni am ni tutuq belgisi va am qilib qisqartirsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa you are, your bo'lib qisqaradi, we are, we're bo'lib qisqaradi, they are, their bo'lib qisqaradi, he is, his bo'lib qisqaradi, she is, she's bo'lib qisqaradi, it is, its bo'lib qisqaradi. Endi negativ, ya'ni inkor gaplarni qanaqa tuzish kerakligini ko'rib chiqamiz. Inkor gap tuzishda bizga not so'zi yordam beradi. Bu o'zbek tilida emas degan ma'noni bildiradi. Agar subject is I qo'yadigan bo'lsangiz, aytasiz I am not. Aytsangiz bo'ladi, I am not desangiz ham bo'ladi, bu ham to'g'ri, lekin tilga qulay qilib, ya'ni qisqartirib I am not deganingiz osonroq. I am not, aytaylik, a student. Men student emasman. Yoki agar subject is you, we, they bo'ladigan bo'lsa, aren't ni ishlatamiz. Buni ham xuddi shunaqa are not deb aytsangiz bo'ladi, lekin qisqacha va qulay aren't deganingiz osonroq. You aren't my friend. Sen meni do'stim emassan. You aren't my friend. Yoki he isn't sober. U Sobir emas. Yoki yana boshqa gaplarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Misol uchun Sobir isn't here. Sobir bu yerda emas. Yoki are ga ham yana bitta ko'raylik. Books aren't new. Ya'ni kitoblar yangi emas. Videoni yana bir marta pauza qiling va siz ham menga o'xshab gap tuzishga harakat qilib ko'ring. Endi savol gaplarni ko'rib chiqamiz. Savol gap tuzishda bizga to be gapi boshida kerak, ya'ni gapimizni am, is, are bilan boshlashimiz kerak. Undan keyin bizga subject kerak bo'ladi va gapimiz oxirida object kerak bo'ladi. Kelinglar, bir ikkita savol misollarni ko'rib chiqamiz. Agar kamdan kami tushuydi-yu, lekin o'zingizni savol so'ramoqchi bo'lsangiz, gapingizni am bilan boshlaysiz. Aytaylik, o'zingizdan so'raysiz, men dangasamanmi deb so'raysiz. Aytsangiz bo'ladi, am I lazy? Ya'ni men dangasamanmi? Yoki agar kimdandir so'ramoqchi bo'lsangiz, sen shunaqasanmi, sen bunaqasanmi deb so'ramoqchi bo'lsangiz, aytasiz, are you my friend?
Ya'ni sen meni do'stimmisan? Yoki aytsangiz bo'ladi, are we friends? Biz do'stlarmizmi degan ma'noda. Yoki so'rasangiz bo'ladi, are they your friends? Ya'ni ular sening do'stlaringmi? Yoki is he sober? U sobirmi? Yoki qiz bola haqida so'ramoqchi bo'lsangiz, u shunaqami deb aytsangiz bo'ladi, is she your sister? U sening opangmi yoki singlingmi? Yoki is it your book? Bu sening kitobingmi? Videoni yana bir marta pauza qiling va o'zingiz savol gaplar tuzishga harakat qiling. Savol gap tuzayotganda oxiriga so'roq belgisi, ya'ni question markni qo'yishni unutmang. O'zbek tilida sizdan savol so'rashganda siz ha yoki yo'q deb javob bersangiz bo'ladi. Hozir biz o'sha ha yoki yo'qni ingliz tilida ko'rib chiqamiz. Ya'ni short answers, qisqa javoblar. Agar siz ha demoqchi bo'lsangiz, siz gapingizni yes, ya'ni javobingizni yes deb boshlashingiz kerak. Undan keyin gapingizni subjecti, ya'ni kimdir va emizardan bittasidan foydalanamiz. Yo'q demoqchi bo'lsangiz, javobingizni no deb boshlaysiz. Gapingizni egasi, undan keyin ham not, isn't yoki aren't dan foydalanamiz. Kelaylik endi ha yoki yo'q deyishni misollarda ko'rib chiqamiz. Agar kimdir sizdan are you a teacher, ya'ni sen o'qituvchimisan deb so'rasa, siz yo'q deb javob bermoqchi bo'lsangiz, javobingizni no bilan boshlaysiz. Undan keyin sizdan so'ragani uchun, ya'ni you deb savol bergani uchun I deb javob berasiz. No, I am not. Ya'ni bu javobingiz tarjimasi yo'q, men unaqa emasman. Endi sizdan are you my friend, sen meni do'stimmisan deb so'rasa, siz ha demoqchi bo'lsangiz, aytasiz yes, I am. Ha, men shunaqaman. Endi boshqa bir odam haqida so'rab qoldi. Misol uchun, is he a doctor? U doktormi? Siz ha demoqchisiz, siz aytasiz yes. Endi undan keyin he ni ishlatamiz, sababi biz u haqida gapiramiz. Ha, u shunaqa demoqchimiz, o'shaning uchun aytamiz yes, he is. Yoki is Sobir here, ya'ni Sobir shu yerdami? Biz yo'q demoqchimiz. Aytamiz no, he isn't. Ya'ni yo'q, u bu yerda emas degan ma'noda bo'ldi. Yoki are they students? Ular studentlarmi? Biz aytamiz yo'q demoqchi bo'lsak, no. Endi bundan keyin they ni ishlatamiz, sababi ular haqida gapiryapmiz. Yo'q, ular unaqa emas demoqchimiz. O'shaning uchun aytamiz no, they aren't. Are your books new? Sizdan so'rayapti, seni kitoblaring yangimi? Siz ha demoqchisiz. Endi siz aytasiz yes. Shu joyda e'tibor beramiz. Sening kitoblaring deb savol beryapti sizga. Siz ular deyorsangiz bo'ladi. O'zi shunaqa deyishingiz kerak. Ha, ular shunaqa deyishingiz kerak. O'shaning uchun yes, they are bo'lib ketadi. Endi ikkita odam haqida so'rab qolishi mumkin sizdan. Misol uchun, are Anvar and Sobir friends? Anvar va Sobir do'stlarmi deb so'rab qolsa, Anvar va Sobir ikkita odam bo'lgani uchun, agar men ha deb javob bermoqchi bo'lsam, aytaman yes, ular shunaqa. Ya'ni yes, they are. Endi is it your book? Bu seni kitobingmi deb so'rasa, siz yo'q deb javob bermoqchi bo'lsangiz, aytasiz no, u unaqa emas. Ya'ni no, it isn't. Darsimiz bo'yicha juda ham foydali mashqlarni bitta faylga yig'ib Telegram kanalimga joylaganman. Kirib foydalansangiz bo'ladi.